Urush tobora kuchaymoqda. Turkiyadagi Amerika qo'shinlari joylashgan bazaga Eron raketa hujumi bo'lgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Agar AQSh va Isroil hujumlarini davom ettirsa, Eron Dimonaga zarba beradi va yadroviy apokalipsisni boshlaydi. Bizning raketalarimiz Isroilning Dimona shahridagi yadro reaktoriga va butun mintaqaviy energetika sektoriga yakuniy zarba berishga tayyor dedi Eron oliy harbiy rahbariyati. Turkiya prezidenti Erdo'g'an: mintaqamiz boshidan kechirayotgan ushbu murakkab kunlarda biz chegaralarimiz va havo hududimiz xavfsizligini hech qachon tasodifga qoldirmaymiz. Bugun ertalab sodir bo'lgani bo'lgani kabi biz NATOdagi ittifoqchilarimiz bilan yaqin maslahatlashuv olib bormoqdamiz. Barcha zarur choralarni ko'ryapmiz va kerakli aralashuvni darhol amalga oshiryapmiz. Shuningdek, shunga o'xshash hodisalar yana takrorlanmasligi uchun ogohlantirishlarimizni ham eng aniq shaklda yetkazmoqdamiz, dedi Erdo'g'an. Ozarbayjon qo'shinlarini jangovar tayyorgarlik holatiga keltirdi va ularni Eron bilan chegaraga joylashtirdi. Harbiy ta'tillar bekor qilindi va chegarada dronlar va past uchuvchi nishonlarga qarshi mudofaa tizimlari joylashtirildi.